Nima? Uni ochdingmi? Buni qanday uddalading? Men emas, bu seni tashqariga chiqargan hamrohlaringdan biri edi. Ha, tushundim. Shunchaki o'girilib ketyapsanmi? Kechirasan. Avvalo sabiydan bir yigit bilan hisob-kitob qilishim kerak. Keyin esa shaxsan o'zim senga rahmat aytaman. Kimni izlayotganingni bilmayman, lekin hozir undan ham boshqaroq ish chiqdi. Yaxshisi avval men bo'layin, yoki hech bo'lmasa qo'lingdagini qaytar. Kechirasan. Men buni senga bera olmayman. Rostini aytsam, bu ishga aralashishim yo'q edi. Nima? Juda tez. Nima? Hozirgina nima bo'ldi? Uddaladim shekilli. Undan chaqira sezilmayapti. Bu yigitning qobiliyati. Osmoniy jodu bilan kuchaytirilgan jismoniy iste'dodmi? Unga deyish oson emas, lekin yaxshiyamki hujum unchalik kuchli bo'lmadi. Qisqarish, kengayish, teskari oqim. Aga. Umuman yaxshi emas. Ko'rinishidan biroz haddimizdan oshib ketdik. Garchi yengish oson bo'lmasa-da, endi barchasi tamom. Och rejang allaqachon tayyormidi? Sehr kuchini yashira olasan. Yaxshi. Yetarlicha tez ekan. Hujjatlikda asta yaqinlashish uchun ozgina qoldi. Raykirining tezligi ham birinchi zarbadan ko'ra zaifroq bo'ldi. Demak, bu menimcha fazo va vaqt turdagi jutsu. Bu yigit sehrgar emas, lekin juda ham xavfli. Balki hatto sukunadan ham kuchliroq. Rostdanmi? Lekin afsuski, mening old ko'zlarim ham mana shunday. Fogo, pisa, 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 pisa. Quem fala demais não vale nada. Fechado com a guarda, quem fala demais não vale nada.